Assalomu alaykum bizlarning qadrli obunachilarimiz. Bugun sotuvga chiqqan to'liq 3 xonali kvartirani video obzoriga kelganmiz. Video obzorni boshlashdan oldin qisqa ma'lumotlarni berib o'tamiz. Jonibek aka, nima uchun xaridorlarimizga aynan shu kvartirani sotib olishni tavsiya etasiz? Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Kvartiramiz 2-qavatda, zalotoy qavatda joylashgan. Plus jihatlari juda ham ko'p. Skvoznoy planirovka bo'lyapti. Полноценный 3 xonali, elitni rayon, zaезд через шлагбаум, охраняемый territoriya bo'lyapti. Hammasini перечислять qilsam agar juda ham plus jihatlari ko'p. Lutchi bir marta ko'rish yaxshiroq menimcha 100 marta eshitgancha. Ko'rib turganingizdek, biz hol qismida turibmiz, qadrli obunachilarimiz. Bu tomonda esa kirib kelish eshigi bo'lyapti. Prixojaya mebel o'rnatilgan. O'ng qo'lda birinchi xonamiz zal qismi bo'lyapti. Bu tomon zal qismi bo'lyapti. Zalda mana bunaqa yumshoq mebel qo'ygan, remonti juda ham zo'r chiqqan. Bu tomonda televizorni, derazasi hovli tomonga qaragan va bu yerda yana bitta xonacha bo'lyapti. Kvartiramiz to'liqcha chopli pol ham radiator bilan isitiladi. Bu xonamiz esa bolalar yotoqxonasi. Bolalar yotoqxonasida shkaf, ikkita bolalarimiz uchun yotog'i ham mavjud. Kattalar yotoqxonasi ham ko'rishingiz mumkin. Ranglari juda ham mos, o'ziga bilan tanlangan mягкий mebel. Bu tomonda turma zona, derazasi, o'zini dushovoyi ham bor. Oshxonamiz keng va shinam, o'zingizga moslashtirib stol va stul joylashtirsangiz bo'ladi. Bu yerda umumiy sanuslimiz bo'lyapti. Juda ham keng, ichi kattagina. Hamma sharoitlari mavjud kvartiramizni. 115 kvadrat, 2-qavat narxi 138 ming va yana savdosi bor. Telefon qilsangiz arzon qilib beramiz.